Assalomu alaykum. Hurmatli pensiya oluvchilar, ota-onalarimiz va ularning farzandlari. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 iyuldan pensiya oluvchilar uchun yangi talablar. Hujjatlarni tekshirish. Ma'lumotlarni yangilash va pensiya to'lovlarida kechish bo'lmasligi uchun nimalarga tayyor turish kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, vasiylariga. Bank kartasidan foydalanayotganlarga va nafaqani pochta orqali olayotganlarga ham bevosita tegishli. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik e'tiborsizlik pensiya to'lovining vaqtincha to'xtab qolishiga, ortiqcha yugur-yugurga yoki hujjat qayta topshirishga olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday muhim o'zgarishlarni oddiy tilda tushunarli qilib yetkazib boraman. Avval ko'p hollarda pensioner bir marta pensiya rasmiylashtirgandan keyin faqat kartaga pul tushishini yoki pochta orqali yetkazilishini kutib yurardi. Pasport muddati tugaganmi, yashash manzili o'zgarganmi, bank kartasi faolmi, telefon raqami yangilanganmi, chet elga uzoq muddatga chiqib ketganmi? Bu ma'lumotlar har doim ham vaqtida yangilanmas edi. Ayrim holatlarda odam vafot etgan bo'lsa ham ma'lumot tizimga kech tushgani sababli to'lov davom etib ketishi mumkin edi. Yoki akasincha odam tirik, hujjatlar joyida. Lekin tizimdagi ma'lumot eskirgani uchun pensiya kechikib qolardi. Endi talab shuki, pensiya oluvchining shaxsiy ma'lumotlari aniq, yangilangan va tasdiqlangan bo'lishi kerak. Men bu yerda eng muhim jihatni alohida aytaman. Bu o'zgarishning maqsadi pensionerni qiynash emas, balki pul aynan egasiga yetib borishni, ortiqcha to'lovlar bo'lmasligini va firibgarlikning oldini olishni ta'minlashdir. Lekin tizim qanchalik to'g'ri bo'lmasin, agar odam o'z hujjatini vaqtida tekshirtirmasa, muammo baribir o'ziga qaytib keladi. Shuning uchun 1 iyul sanasini oddiy sana deb qabul qilmaslik kerak. Bu sanadan boshlab nazorat kuchayishi, ma'lumotlar solishtirilishi. Ayrim pensionerlardan qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Oldin ko'pchilik pensiyam tushyaptimi, demak hammasi joyida deb o'ylardi. Endi bunday qarash xavfli. Chunki pensiya tushib turgani hamma ma'lumot ideal degani emas. Masalan, pasportingiz eski bo'lishi mumkin. Bank kartangiz muddati tugashiga oz qolgan bo'lishi mumkin. Yashash manzilingiz boshqa hududga o'tgan bo'lishi mumkin, lekin tizimda hali eski ma'lumot turishi mumkin. Tekshiruv paytida aynan shunday farqlar muammo chiqaradi. Endi kimlar ko'proq e'tibor berish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda pasport yoki ID karta ma'lumotini yangilagan pensionerlar. Masalan, siz 2023 yilda eski pasportni ID kartaga almashtirdingiz, lekin pensiya bo'limiga borib bu haqda xabar bermadingiz. Bank kartangizga pul tushib turgani uchun keragi yo'q deb o'yladingiz. Ammo 1 yildan keyingi tekshiruvda tizimdagi eski pasport raqami bilan yangi ID karta ma'lumoti mos kelmasa, sizdan shaxsingizni tasdiqlash so'ralishi mumkin. Bu pensiya butunlay bekor bo'ladi degani emas. Lekin to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh yashash joyi o'zgargan pensionerlar. Masalan, Toshkent viloyatida ro'yxatda turgan onaxon amalda Toshkent shahrida farzandining uyida yashayapti. Pensiya kartaga tushadi. Muammo yo'qdek. Lekin tibbiy ko'rik, ijtimoiy yordam, mahalla orqali tasdiq, nogironlik hujjati yoki boshqa ma'lumot kerak bo'lganda eski manzil chiqadi. Natijada hujjat bir joyda, odam boshqa joyda. Mas'ul tashkilot esa 3-joyda bo'lib qoladi. Men tavsiya qilaman, agar doimiy yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, ro'yxat va pensiya ma'lumotlarini bir-biriga moslab qo'ying. 3-guruh pensiyani boshqa odam orqali olayotganlar. Bu juda nozik masala. Ba'zi pensionerlar yura olmaydi, ko'zi yaxshi ko'rmaydi, kasal yoki qishloqdan bankka borish qiyin. Shuning uchun pensiya kartasini o'g'li, qizi yoki nabirasi ishlatadi. Agar bunday holat oilada rozilik bilan bo'lsa ham, huquqiy tomondan ehtiyot bo'lish kerak. Bank kartasining PIN kodini boshqa odamga berish xavfli. Ishonchli shaxs orqali ish yuritish kerak bo'lsa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish to'g'ri yo'l. Chunki ertaga oilada kelishmovchilik chiqsa, mening pensiyamni olgan, pulimni bermagan, karta menda emas degan nizolar paydo bo'ladi. Men amaliyotda shunday vaziyatlarni ko'p ko'rganman. Ota pensiyani o'g'liga ishonib topshirgan, keyin dori-darmon uchun pul yetmay qolgan. Hujjat esa o'g'lining qo'lida. Bunday muammo bo'lmasligi uchun kartani egasi nazorat qilishi kerak. 4-guruh chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan pensionerlar.
Masalan, pensioner farzandiniki Qozog'istonga, Rossiyaga yoki boshqa davlatga bir necha oyga ketdi. Pensiya kartaga tushaveradi. Lekin ayrim hollarda yashash holati, shaxsni tasdiqlash, qaytib kelgan kelmaganini aniqlash talab qilinishi mumkin. Agar pensioner uzoq muddat chetda bo'lsa, oldindan pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotdan tartibni aniqlab olish kerak. Chunki men bilmagan edim degan gap keyin to'lovni tiklash jarayonini tezlashtirib bermaydi. 5-guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda eng muhim narsa tibbiy hujjatlar va belgilangan muddat. Agar nogironlik muddatsiz bo'lsa boshqa masala. Lekin ayrim fuqarolarda nogironlik guruhi mol muddatga berilgan bo'ladi. Muddat tugasa qayta ko'rikdan o'tish kerak. Masalan, fuqaroning nogironlik hujjati 30 iyungacha amal qiladi. U esa pensiyam tushyapti-ku deb yuradi. 1 iyuldan keyin tizimda muddati tugagan hujjat ko'rinsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin qayta komissiya, poliklinika, ariza, navbat, ma'lumotnoma hammasi vaqt oladi. Shuning uchun men har doim aytaman. Hujjat muddati tugaydigan sanani kalendarga yozib qo'ying. 6-guruh o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oluvchilar. Bu toifada o'qish joyi, yosh chegarasi, oilaviy holat kabi omillar muhim bo'lishi mumkin. Masalan, bola 18 yoshga to'ldi, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli tartibda ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi ehtimoli bor. Yana bir misol, talaba o'qishni boshqa institutga ko'chirdi, lekin eski ma'lumot tizimida turibdi. Bunday holatda yangi o'qish joyidan ma'lumotnoma olib, tegishli organlarga taqdim etish zarur. Raqamli misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, pensioner oyiga 1.200.000 so'm pensiya oladi. Bank kartasining muddati iyul oyida tugaydi. U kartani yangilamaydi. Telefon raqami ham eski, SMS bo'lmaydi. Pensiya hisoblangan bo'lishi mumkin, lekin karta faol bo'lmagan uchun puldan foydalanish qiyinlashadi. Pensioner bankka borsa, pasport ma'lumoti yangilanishi kerakligi aytiladi. Keyin pensiya bo'limiga boradi. U yerda manzil ma'lumoti eski ekani aniqlanadi. Bir qarashda kichkina masala, lekin 3 ta idora, 2-3 kun vaqt, yo'l xarajati, asabiylashish paydo bo'ladi. Agar u 1 iyulgacha kartani, pasportni va ma'lumotlarni tekshirtirib olganda bu muammo bo'lmas edi. Yana bir hayotiy vaziyat. 72 yoshli otaxon pensiyani pochta orqali oladi. Pochta xodimi kelganda otaxon uyda bo'lmaydi. Chunki u qizning uyiga ketgan. 1 oy, 2 oy shunday davom etsa, mas'ullar fuqaro amalda shu manzilda yashayaptimi degan savol qo'yishi mumkin. Agar otaxon doimiy ravishda boshqa manzilda yashayotgan bo'lsa, to'lov usulini o'zgartirish, bank kartasiga o'tkazish yoki manzilni yangilash kerak bo'ladi. Aks holda pulni olish jarayoni murakkablashadi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pasport yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, yashash manzilingiz faol bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizniki bo'lsa, nogironlik yoki boshqa imtiyoz hujjatlaringiz muddati tugamagan bo'lsa, pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, unda katta xavotirga sabab yo'q. Lekin baribir tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki muammo ko'pincha odam o'zi bilmagan joydan chiqadi. Endi istisnolar, yashirin nozik jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan xatolar haqida gapiraman. Birinchi nozik jihat familiya, ism yoki otasining ismidagi farq. Masalan, eski hujjatda Abdullayev, yangi ID kartada Abdullayev deb yozilishi yoki lotin kiril o'zgarida harflar boshqacha chiqishi mumkin. Oddiy odam buni muhim emas deb o'ylaydi. Lekin elektron tizim uchun bitta harf farqi ham mos kelmaslik sifatida ko'rinishi mumkin. Ayniqsa bank, soliq, pensiya va FDI ma'lumotlari solishtirilganda bunday farqlar muammo beradi. Ikkinchi nozik jihat tug'ilgan sana yoki JSH raqamdagi xato. Hozir ko'p jarayonlar shaxsiy identifikatsiya raqami orqali yuradi. Agar JSH noto'g'ri kiritilgan bo'lsa yoki eski hujjatlarda xato bo'lsa, pensiya ma'lumotlari boshqa bazadagi ma'lumot bilan mos kelmasligi mumkin. Bunday holatda odamning o'zi aybdor bo'lmasligi mumkin, lekin baribir tuzatish uchun ariza berish kerak bo'ladi. Men shuni maslahat beraman. ID kartangizdagi JSH raqamini bankdagi pensiya hujjatlaridagi va MyPoKuzdagi ma'lumotlar bilan solishtirib ko'ring. Uchinchi nozik jihat bank kartasi pensioner nomida bo'lishi. Ba'zi oilalarda pensiya boshqa odamning kartasiga tushirilishini xohlashadi. Lekin bu xavfli va ko'p hollarda tartibga zid bo'lishi mumkin. Pensiya shaxsiy to'lov, u egasiga tegishli. Agar pensioner o'zi yura olmasa,
qonuniy vakillik yoki ishonchnoma yo'li bilan ish qilish kerak. Onam rozi, otam o'zi berdi degan og'zaki kelishuv keyinchalik hujjat o'rnini bosmaydi. 4-jihat telefon raqami. Hozir bank ilovalari, SMS xabarnomalar, My.uz va boshqa xizmatlar telefon raqamga bog'langan. Agar pensionerning raqami farzandining nomida bo'lsa yoki eski raqam yo'qolgan bo'lsa, tasdiqlash kodlari boshqa odamga ketishi mumkin. Bu esa xavfsizlikka tahdid. Men pensionerlarga bitta oddiy maslahat beraman. Imkon bo'lsa, alohida telefon raqamini o'z nomingizga rasmiylashtiring va uni faqat muhim xizmatlar uchun ishlating. Farzandlar yordam bersin. Lekin raqam va karta nazoratsiz qolmasin. 5-jihat ortiqcha to'langan pensiya masalasi. Ayrimlar o'ylaydi, agar davlat pul tushirsa, demak meniki. Yo'q, har doim ham bunday emas. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa, fuqaro vafot etgan bo'lsa, o'qish to'xtagan bo'lsa, nogironlik guruhi bekor qilingan bo'lsa yoki boshqa asos yo'qolgan ham bo'lsa, lekin tizimda kechikish sabab pul tushgan bo'lsa, keyinchalik ortiqcha to'lov qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu juda og'ir holat. Masalan, oila bir necha oy davomida 900 ming so'mdan nafaqa olib yurgan, keyin huquqiy asos yo'qligi aniqlangan. 4 oyda 3 million 600 ming so'm yig'ilib qoladi. Keyin bu pulni qaytarish kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun asos yo'qolsa, darhol xabar berish kerak. 6-jihat ishonchnoma muddati. Agar pensioni nomidan boshqa odam pul olsa yoki hujjat topshirsa, ishonchnoma muddati tugamagan bo'lishi kerak. Ba'zan odamlar 1 yil oldin rasmiylashtirilgan ishonchnoma bilan yuraveradi. Lekin u allaqachon kuchini yo'qotgan bo'ladi. Natijada bank ham, pensiya bo'limi ham hujjatni qabul qilmaydi. Shuning uchun ishonchnomada qaysi amalga ruxsat berilgani, muddati qachongacha ekani va notarial tasdiq bor yo'qligini tekshiring. 7-jihat pensionerning o'zi imzo qo'ya olmasligi yoki harakatlana olmasligi. Bunday holatda bormasa bo'lmaydi deb odamni qiynash kerak emas. Tegishli tartibda uyga chaqirish, vakil orqali murojaat qilish, tibbiy ma'lumotnoma asosida xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini so'rash kerak. Har bir hududda tartib biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun mahalla, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markazidan aniq yo'l yo'riq olish zarur. 8-jihat rasmiy xabar bilan mish-mishni ajratish. 1 iyul yaqinlashganda turli gaplar ko'payadi. Hammaning pensiyasi qayta hisoblanadi. Kartada pul qolsa olib qo'yiladi. Hujjat topshirmaganlarga umuman pul berilmaydi. Faqat yangi karta olganlar pensiya oladi degan asossiz gaplar tarqalishi mumkin. Men ekspert sifatida aytaman. Har bir gapni rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya jamg'armasi davlat xizmatlari markazi My.uz bankning rasmiy kanali yoki mahalla mas'ullaridan so'rang. Telegramdagi noma'lum kanal yoki qo'shnining eshitgan gapi asosida xulosa qilmang. Endi eng muhim qism. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz amal qilish muddatini ko'ring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHR raqami to'g'ri yozilganmi tekshiring. Agar xato bo'lsa, keyin tuzataman demang. Bunday xatolar pensiya, bank, tibbiyot, imtiyoz va meros masalalarida ham muammo chiqaradi. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? PIN kod xavfsizmi? Karta o'zingizdanmi? SMS xabarnoma qaysi raqamga ulangan? Bank ilovasiga kim kira oladi? Bularning hammasini aniqlang. Agar kartangiz muddati tugashiga 52 oy qolgan bo'lsa, bankka borib yangisini oldindan rasmiylashtiring. Pensiya tushadigan karta bloklangan. Yo'qolgan yoki boshqa odam qo'lida bo'lsa, zudlik bilan bankka murojaat qiling. 3-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari markazidan ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Mening pensiya hujjatlarimda pasport ma'lumotim, manzilim, telefon raqamim to'g'rimi deb so'rang. Agar nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik, imtiyozli pensiya yoki ustama bo'lsa, ularning asos hujjatlari ham tizimda to'g'ri turibdimi aniqlang. Ariza yozish kerak bo'lsa, oddiy mazmunda yoziladi. Shaxsiy ma'lumotlarni yangilash, pensiya to'lovini davom ettirish yoki to'lov usulini o'zgartirish bo'yicha murojaat qilaman deb ko'rsatasiz. 4-qadam, hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Unda ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank karta ma'lumoti, yashash manzili bo'yicha hujjat, nogironlik bo'lsa tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjati. O'quvchisini yo'qotganlik bo'lsa tegishli guvohnomalar, talaba bo'lsa o'qish joyidan ma'lumotnoma bo'lsin. Hujjatlarning asl nusxasini alohida saqlang. Farzandlarga ham
qaysi hujjat qayerda turganini aytib qo'ying. 5-qadam, agar pensiyani boshqa odam orqali olayotgan bo'lsangiz, buni tartibga soling. Notarial ishonchnoma kerakmi? Vasiylik hujjati kerakmi? Bankda vakil orqali amal bajarish mumkinmi? Aniqlang. Og'zaki kelishuvga suyanmang. Ayniqsa oilada bir nechta farzand bo'lsa, keyinchalik kelishmovchilik chiqmasligi uchun hamma narsa qonuniy bo'lgani yaxshi. 6-qadam, Gov.uz yoki tegishli elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganing. Agar pensionerning o'zi foydalana olmasa, ishonchli farzandi yordam bersin. Lekin login, parol, SMS, kod va bank ma'lumotlarini har kimga bermang. Firibgarlar aynan pensionerlarni ko'p nishonga oladi. Pensiyangiz oshdi. Kartangizni tasdiqlang. 1 iyuldan yangi ro'yxatga kiritamiz. Kodni ayting. Kompensatsiya beriladi degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Hech qachon SMS kodni telefonda aytmang. 7-qadam, agar pensiya kechiksa, vahima qilmang, lekin kutib ham o'tirmang. Avval bankdan karta holatini tekshiring. Keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. To'lov hisoblanganmi? Qaytarilganmi? Hujjatda nomuvofiqlik bormi aniqlang. Murojaat qilganda qo'lingizda ID karta, bank karta, telefon raqam va pensiya ma'lumotlari bo'lsin. Agar og'zaki javob aniq bo'lmasa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaatda familiya, ism, otasining ismi, jasashir, manzil, telefon raqami, muammo mazmuni va pensiya to'lovim kechikish sababi tushuntirib berilsin degan talabni yozing. 8-qadam, qarindoshlar pensionerlarni yolg'iz qoldirmasin. Ko'p otaxon, onaxonlar hujjat masalasida uyaladi, tushunmaydi, navbatdan qo'rqadi yoki bolalarni bezovta qilmay deb jim yuradi. Keyin muammo kattalashadi. Farzandlar oyga bir marta ota-onasining kartasi ishlayaptimi? Pensiya tushdimi? Dori-darmonga yetyaptimi? Hujjat muddat tugamayaptimi? Tekshirish kerak. Bu faqat moliyaviy masala emas. Bu hurmat va mas'uliyat masalasi. Yana bir muhim maslahat. Har qanday tashkilotga borganda hujjat topshirganingiz haqida tasdiq oling. Ariza raqami qabul qilingan sana mas'ul xodimning ma'lumoti yoki elektron kvitansiya bo'lsa, saqlab qo'ying. Chunki keyin siz topshirmagan, siz degan vaziyat bo'lsa, qo'lingizda isbot bo'ladi. Telefon orqali gaplashgan bo'lsangiz, qaysi sana, qaysi raqamga qo'ng'iroq qilganingizni yozib qo'ying. Men bugun tushuntirmoqchi bo'lgan asosiy fikr shuki, 1 iyuldan keyin pensiya olishda eng katta talab ma'lumotlarning aniqligi, hujjatlarning yangiligi va to'lov egasining shaxsi to'g'ri tasdiqlanishidir. Bu o'zgarishdan qo'rqish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Pasport yoki ID karta, yashash manzili, bank karta, telefon raqami, nogironlik yoki o'qish ma'lumotnomasi kabi hujjatlarni hozirdan tekshirib qo'ysangiz, ertaga pensiya kechikishi, navbatda yurish, ariza ortidan ariza yozish kabi muammolardan qutulasiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugun hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Agar ota-onangiz pensiya olsa, ularga yordam bering. Agar qo'shningiz yolg'iz yashasa, bu ma'lumotni unga ham ayting. Chunki bitta vaqtida qilingan tekshiruv bir necha oylik muammoning oldini oladi. Sizning hududingizda 1 yil bo'yicha qanday ogohlantirishlar berilyapti? Pensiya. Karta yoki hujjat yangilashda muammoga duch keldingizmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyoz va hujjat masalalarini yana ham sodda qilib tushuntirib beraman.